Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz HTML tili tushunchasi va veb sahifani sozlash mavzusida bo'ladi. Veb saytlarda ma'lumotlarni qidirish, yoqtirgan hikoyani o'qish, muzikani tinglash, odamlar bilan suhbatlashish, bu kabi maqsadlarda foydalanish mumkin veb saytlardan. Veb saytlarning maqsadi aniq dizayn puxta o'ylangan, undagi elementlar tartibli joylashtirilgan bo'lsa, uning foydalanuvchilar soni ortib boradi. Veb sahifalarni yaratishda kodlash tili bu HTML tilidan foydalanadi. HTML tili Hypertext Markup Language deb nomlanadi, ya'ni giper murojaatlar bilan ishlashish tili. Bugungi kunda HTML rivojlanib kelmoqda. HTML tilidan boshlab bugungi kunda eng oxirgisi HTML5 versiyasi hisoblanadi. HTML asoslarini sarlavha, xatboshi, rasm, fon va ro'yxatdan iborat. Mana biz HTML tilida kodlar orqali ma'lumotlar HTML tilida yoziladi va .html kengaytmasida saqlanadi va quyidagi ko'rinishda brauzerda ko'rinadi. Saytlarda ma'lumotlar saytdan foydalanuvchi ma'lumot izlagan paytda brauzerga kiradi va so'rovni yuboradi. So'rov veb serverga keladi, javob veb serverdan qaytadi. Har bir veb sahifa aslida HTML fayl hisoblanadi. U boya aytib ketganimizdek .html kengaytmasida saqlanadi. Bu oddiy matnli fayllarda masalan mypage.html, index.html ko'rinishida saqlanadi. Bu .html ko'rinishida saqlansa, brauzerlarda, xohlagan Google Chrome bo'ladimi, Yandex brauzerlarida ochiladi. Mana yangi Notepad fayliga quyidagi HTML kodni kiritish orqali biz bu veb brauzerda ochishimiz mumkin. Mana HTML ochilish va yopilish tegi, head ochilish va yopilish tegi, body ochilish va yopilish tegi. Buni keyingi slaydlarda kengroq tushuntirib beramiz. Mana veb-sayt deganimiz axborotlarni biror mavzu doirasida jamlagan hamda giper murojaatlar orqali bog'langan veb sahifalar majmuasi hisoblanadi. Veb-sayt bu veb sahifalarning kompleksi deb tushunsak bo'ladi. Veb-saytlar odatda ikkita qismdan iborat: front-end qismi va back-end qismi. Front-end qismi HTML, CSS va JavaScript tillari yordamida yoziladi. Bu front-end qismi foydalanuvchiga ko'rinadigan dizayn tarafi tushuniladi. Backend qismiga, bu backend qismi asosiy ishlarni bajarish qismi hisoblanib, bu PHP, JavaScript, PHP, JSP, Ruby, Python, Java kabi dasturlash tillaridan foydalaniladi. Ya'ni ma'lumotlarni serverdan uzatish qismi bu backend qismi hisoblanadi. Mana matn muharrirlari HTML tili yordamida veb sahifa kodlarini yozishda matn muharrir dasturlaridan foydalanadi. Notepad, bloknotdan foydalanish mumkin. Oddiy Sublime Text dasturi mana bugungi kunda eng tarqalgan turlari Sublime Textdan foydalanadi. Sublime Textni Notepad bilan solishtirganda, Sublime Textda bosh tegni, bosh harfini kiritganda to'g'ridan to'g'ri o'zi ochilish, yopilish teglarini kiritib beradi. Teglar ikkiga bo'linadi: juft teglar va tog' teglar. Mana biz ko'rib turibmiz, juft teglar P tegi bu matnlarni kiritishda abzats tegi hisoblanadi. Asosiy matnlar shu P tegi orasiga yoziladi. Mana tog' tegga BR tegini kiritsak bo'ladi. E'tibor bersak, bunda ochilish va yopilish bor. Tog' tegda faqat ochilish tegi bo'ladi. BR tegi bu enter vazifasini bajaradi. Mana atributlar, biz teglarga atributlarni ham qo'shib ishlatishimiz mumkin. Biz oldingi slaydda abzatsni P tegi orasiga yozamiz dedik. Demak, biz bunga chap tarafdan boshlashni yoki rang berishimiz mumkin. Dizayn ustida ishlasak, biz unga atributlar ustida ishlashimiz mumkin. Mana P tegiga align atribut nomini kiritib, unga leftdan yoki rightdan, chapdan, o'ngdan kirsin degan buyruqni berishimiz mumkin va bu xatboshi so'zi hozirgi bu deskriptorda, kodda matn chap tarafdan boshlab yoziladi. Mana HTML hujjat tuzilishi o'zi saytlar brauzerda head mana bosh qismi, body tana qismi insonday bo'ladi. Hamma ma'lumotlar body qismida joylashadi. Bu head qismi boshida bir kiritiladi. Ma'lumotlarning hammasi, rasmlar,
matnlar hammasi body qismida yoziladi. HTML mana chiziqdan ko'rinib turibdi, ochiluvchi va yopiluvchi teglardan iborat. Ha, body tagi mana boya aytganimizda chizilmada ko'rishingiz mumkin. HTML, head, body, title, h1, h1. Mana title tagi headning ichida joylashadi. Mana bu yerda masalan kun uz, endi be uz degan matn bu yerda joylashadi. Endi uyga vazifa o'zingizni sinab ko'rish uchun kompyuterda ixtiyoriy papka yarating va unga veb-sayt deb nom bering. Uni ishiga images deb nomlang. Veb sahifani veb-sayt papkasiga, veb-saytga mo'ljallangan tasvirlarni esa image papkasiga saqlang va ma'lumotlarni index.html kengaytmasida saqlashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.